Assalomu alaykum hurmatli YouTube tinglovchilari. Bugun sizlar bilan biz boshlang'ich ta'limda matn ustida ishlash metodikasi fanida zamonaviy adabiy feminizmlar, nazariyalar, praksis, matnlar mavzusini o'tamiz. Reja. Birinchisi, turli global kontekstlarga, tarixiy davrlarga va siyosiy urg'ularga murojaat qilgan holda adabiy feminizmlarning ko'pligi, shakl va janrlarning mavzu mazmuni bilan bog'liqligi ahamiyatini ko'rib chiqish. Ikkinchisi, belgilangan matnlarni nashr qilish, ishlab chiqish va qabul qilish, kontekstlarni, yozma argumentni sintez qilish. Va biz sizlar bilan mana shu mavzu jarayonida feminizm haqida fikr boramiz. Feminizm bu jamiyatning siyosiy, iqtisodiy, shaxsiy jabhalarida ayollar va erkaklar o'rtasida to'liq tenglikka erishishga qaratilgan ijtimoiy siyosiy harakatlar va mafkuralar tizimidir. U ayollarga nisbatan kamsitilishga qarshi kurashadi, gender tengligisizlikni bartaraf etish, ayollarning ta'lim, mehnat, mulk va siyosiy huquqlarini ta'minlashni maqsad qiladi. Feminizmning asosiy g'oyalari tenglik. Ayollar erkaklar bilan teng huquqligiga ega bo'lishi kerak. Bu esa ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotning barcha sohalariga taalluqlidir. Kamsitishga qarshi kurash. Jamiyatda ustun ko'riladigan erkaklar nuqtai nazariga qarshi chiqadi va ayollarga qaratilgan adolatsiz munosabatlarni o'zgartirishga harakat qiladi. Huquqlarni himoya qilish. Ayollarning saylanish, mulkka egalik qilish, ta'lim olish, ishga joylashish va adolatli ish haqi olish huquqlarini himoya qiladi. Feminizm. Feminizm fransuzcha feministi, lotincha femina, ayollarni kamsitilishga xalos qilish, etish, jamiyatning barcha sohalarida ayollar huquqlari harakatini tushuntiruvchi atamadir. Feminizmning kelib chiqishi va rivojlanishi. Feminizm g'oyasi 18-asrda liberalizm to'liq talqini bilan paydo bo'lgan. Fransiya burjua inqilobi davrida ayollarning jamiyatga to'laqonli huquqlariga ega bo'lishi uchun kurash boshlangan. 20-asrning 60-yillaridan boshlab radikal feminizm kabi yangi yo'nalishlar paydo bo'lib, ayollar tengligiga g'oyasini yanada kengroq targ'ib qilgan. Feminizmning zamonaviy ahamiyati. Feminizm dunyoda ayollar huquqlarining rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Hozirda ayollarning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, ularning jamiyatdagi mavqeini oshirishga qaratilgan islohotlar davom etmoqda. Feminizm bu jinslar o'rtasida siyosiy, iqtisodiy, shaxsiy, ijtimoiy tenglikni tashkil etishga qaratilgan ijtimoiy siyosiy harakatdir. Feminizmning asosiy g'oyalari tenglik. Ayollar erkaklar bilan teng huquqligiga ega bo'lishi kerak. Bu esa ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotning barcha sohalariga taalluqlidir. Kamsitishga qarshi kurash. Jamiyatda ustun ko'riladigan erkaklar nuqtai nazariga qarshi chiqadi va ayollarga qaratilgan adolatsiz munosabatlarni o'zgartirishga harakat qiladi. Huquqlarni himoya qilish. Ayollarning saylanish, mulkka egalik qilish, ta'lim olish, ishga joylashish va adolatli ish haqqi olish huquqlarini himoya qiladi. Feminizmning zamonaviy ahamiyati. Feminizm dunyoda ayollar huquqlarining rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Hozirda ayollarning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, ularning jamiyatdagi mavqeini oshirishga qaratilgan islohotlar davom etmoqda. Feminizm adabiyot kirishi. Feminizm adabiyot. Feminizmning nazariy asoslari liberal, radikal, marksistik, postkolonial, ekofeminizm. Adabiyotda ayol obrazining tarixiy evolyutsiyasi. Ayollar adabiyoti va ayol nigohi. Zamonaviy adabiy feminizm. Ko'plik va xilma-xillik. Feminizmlar ko'plik shaklida ishlatilishining sabablari. Ijtimoiy, siyosiy kontekstlarga bog'langan shakllari. G'arb feminizmi. AQSh, Yevropa. Global janub feminizmlari. Lotin Amerikasi, Afrika, Janubiy Osiyo. Postkolonial feminizmlar. Chinua Achebe, Testi va Dangaringa
arangdagi ruhiy ro'y matnlar orqali islomiy feminizm shirin iboli fatima merinsi queer feminizm judith butler adul lori nazariy va praksis o'rtasidagi aloqalar nazariy qarashlar qanday adabiy matnga aylanishi mumkin matnda feministik g'oyalar qanday badiiy ifoda topadi tana til ovoz xotira me'moriy atrofidagi tahlillar matn va janr shakl bilan mazmun uyg'unligi she'riyatda feministik ekspressiya bular esa avtobiografiya va memuar janrlar feministik potensial bular esa eksperimental roman va postmodernist ayol mualliflar dramatik va teatr matnlarida gender rollari zamonaviy o'zbek adabiyotining feministik yondashuvlar oybekning qutlug' asarida ayol obrazi said ahmad va ortiqxo'jayev zulfiya halima xudoyberdiyeva gavhar mirzayeva kabi mualliflarga genderga doir yondashuvlar zamonaviy yozuvchi ayollar nilufar ibrohim mavluda murodova qalamida yangi feministik nigohlar feminizm va adabiyot feminizm adabiyotda faqatgina ayol obrazi yaratish emas balki til struktura va hikoya qilish usullarini ham o'zgartirish talab qiluvchi harakatdir feministik adabiyotda asosiy maqsad ayollar ovozini eshitish ularning ichki dunyosi ijtimoiy roli va tajribalarini adabiyotga olib kirish nazariy asoslar liberal feminizm ayollarning huquqiy tengligi ta'lim va ish imkoniyatini ustida ishlash radikal feminizm patriarxatning ildizlariga qarshi kurash jinsiy zo'ravonlik va patriarxal tizimni tanqid qilish marksistik feminizm sinfiy tengsizlikni jinsiy tengsizlik bilan bog'lab ko'radi postkolonial feminizm mustamlaka va irqqa asoslangan va biz siz bilan keyingi darsimizda uchrashamiz shu bilan xayr sog' bo'linglar